Assalomu alaykum, Jamoliddin Navruzaliyev, Jamoliddin TV. Hey, jingle bera hemen. Jingle bera. Assalomu alaykum. Endi odim strashniy narsa emas, o'shidan. Endi hozir strashnidan qaytdim ozgina. Lekin baribir sizniki siz uchun strashniy bo'lishi mumkin. Bu ishni biznesi bilan qachondan beri shug'ullanasiz? 1 yil oldin boshlaganman, hozir to'xtatdim. Bo'ldi. Men 2026'da o'zgarajakman. Bu ishni nisha bergan yaxshi. Iloji bo'lsa hech kimga ko'rsatmagan yaxshi. Ammo uni bironta bir to'paydan qo'ymaymi? Bu ishni nelarda ko'p ko'rasiz, usta, ko'rib qolishingiz mumkin. Ko'cha-kuyda, bu yerda yurimiz-ku. Shunda ko'raman 1-2 marta. Odamlar o'tiraverasiz. Nega sotgan bo'lar edingiz bu ishni o'zingiz raqamda? Xalqqa sotib bergan bo'lar. Xalqqa biraz etsin. Xalqqa sotasiz, nereda qo'yib sotasiz, nega qo'yib Shu sotasiz? dehqon bozorning dik oldida o'tirib o'zimdan budka ochib, tushundingmi? Sotib beraman. Jamoliddin Navruzaliyev nelarida, bang? Ava, polni aziz. Qaysi bloger size, yo siz qaysi blogerga podarka etgansiz bu ishdan? Menga hech kim podarka etmagan. Ota-onamning duolari bilan amalga. Menga podarka etgan bo'lar emas shu ishdan. Takansa o'tgansan, qo'shar girsa. Shu ishni necha so'mga baholagan bo'lar edingiz, usta? Voshshi bahasi yo'q. Bir tiyin deb turibman, bahasi yo'q. Yuragiga yetib bordi. Odam organizmining hech foydasi yo zarari bor. Hech qanday foydasi yo'q. Zarari ko'p. Sababi nolqin bilmaydi pako, daqini berasiz. Deb tursiz. Balkim bu foydali bo'lsa bu. Yo'q, hozir opasniy, sen nimalaring savollaring opasniy. Zarari yo'q, короче. Zarari yo'q. Yo'q, ava. Foydasini? Foydasi ham yo'q. Hey, mana qara. Men onun temalarini aralashtirma. Hozir sizda bor bu ish. Bor. Qani haqiqat. Ishini javobini xudo xolosa biyma o'zingiz berasiz. Men 3 soniyaman bu rasm bilan qilib ko'rishingiz mumkin. 1, 2, 3. Mana qara, sen ajratacakmisan bu? Usta bu yidon kedi bu. Yaxshi savollaringga qara. Yidon kedi bu usta. Xotin yashashib turibdi, normalniy, yalib o'tib. Yo'q, ang? Yo'q. 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 Hurmatli do'stlar, profilimizga like, podpiska, kommentariyada o'zingiz fikrlaringizni yozasizlar. Xotin bilmadim, xudoy, yetib. Profilimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib qo'ying. So'shni bilganim yo'q.